Allohdan boshqa do'st topolmaysan. Jahon kezdim, do'stlar ko'rdim, do'st topmadim sendan bo'lak. To'g'ri so'z ham eshitmadim, to'g'ri so'z ham eshitmadim, o'zing aytgan so'zdan bo'lak. Barakallah. To'g'ri yo'l deb chiqdim yo'lga, yo'llar ko'rdim ayri. To'g'ri yo'l ham topolmadim, sen ko'rsatgan yo'ldan bo'lak. Bir günahın keçirmeydi dost yaru güzel dildar. Atayla bitta günah qilib ko'rgin, oshining ham kechirmaydi, xotining ham kechirmaydi. Atayla qilib ko'rgin. Bir günahın keçirmedi dost yaru güzel dildar. Xato qancha, gunoh qancha, to'lib toshgan bu keng bozor. Gunohlarim hisobsizdir, mag'firat qil, egam G'affor. Allohning G'affor degan ismi bor. Hisobsiz gunohlarni kechiruvchi degan ekan. O'tirib astoydil so'rasang hisobsiz gunohlaringni kechirar ekan. Faqat keyin qilmaslik kerak. Gunohlarim hisobsizdir, mag'firat qil, egam G'affor. Kechirguvchi, 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 rahmat. Vafoli yor topolmadim, kechirguvchi. Vafoli yor topolmadim, topolmadim sendan bo'lak. Kuzatasan xor qilib qo'ysang tiklamoqchi bo'lguvchini, aziz qilib qo'ygan zotning oyog'idan chalguvchini. Alloh kuzatib turar ekan. Birovni xor qilib qo'ysa, bir qarindosh urug'lari shuni tiklab qo'yaylik deb harakat qilaverar ekan, bo'lmas ekan. Shuni Alloh men qilganman deydi ekan. Alloh taoloni birovni aziz qilib qo'yar ekan, birovni ulug' qilib qo'yar ekan, birovni podshoh qilar ekan, birovni ulug' qilar ekan, birovni aziz qilar ekan. Uni birov yiqitaman deb harakat qilaverar ekan. Qilolmas ekan. Ana shu paytda ham qarab, uni men qilganman deydi ekan. Kuzatasan, xor qilib qo'ysang tiklamoqchi bo'lguvchini,